Ozarbayjondan javob. Bakudagi reydda bir guruh rossiyaliklar ushlandi. Yaman Isroilga hujum qildi. Barchasi Putinga bog'liq. G'arb Ukraina uchun noxush xabarni bashorat qildi. Isroil G'azoga o't ochishni to'xtatishga rozi bo'ldi. Tramp: Rossiyada vafot etgan ozarbayjonliklar ayovsiz kaltaklangan bo'lishi mumkin. Eron Hormuz bo'g'ozini minalashtirishga tayyorlanyapti. Reuters: Makron hech qachon Ukraina Rossiya uchun vositachilik vazifasini bajara olmaydi. Moskva shahri va Moskva viloyatida ro'yxatdan o'tishdan qiynalayotganlar uchun yangilik. Sizlarga 100% ishonchli ro'yxatdan o'tish xizmatini taklif etamiz. Ma'lumotlar bazasidan chiqishiga esa kafolat beramiz. Shuningdek, notarial tarjima xizmati ham mavjud. Hujjatlar siz turgan manzilgacha ham yetkaziladi. Ushbu raqam orqali bog'lanib, kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Yaman Isroilga hujum qildi. Isroil harbiylari Yamandan Yahudiy davlat tomon yangi raketa uchirilganligini qayd etdi. Bu haqda armiya matbuot xizmati xabar qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bitta raketa uchirilgan va Isroil harbiy havo kuchlari uni tutib olgan. Qayd etilishicha, mamlakatning bir qancha hududlarida havo hujumi sirenalar yangragan. Yamanning Ansor Alloh harakatining Huti isyonchilari Isroil hududiga raketa hujumi uyushtirdi va Tel Avivdagi Ben Gurion aeroportiga hujum qildi. Bu haqda Hutiylarga tegishli Al-Masirah telekanali efirida isyonchilar tomonidan tuzilgan qurolli kuchlar vakili Yahyo Sariya ma'lum qilgan. Yaman qurolli kuchlarining raketa kuchlari harbiy operatsiya o'tkazib bosib olingan Yafa mintaqasidagi Ben Gurion aeroportiga Falastin 2 gipertovushli ballistik raketasidan foydalangan holda hujum uyushtirdi. Operatsiya o'z maqsadiga muvaffaqiyatli erishdi, dedi Ansor Alloh vakili. Unga ko'ra, hujum natijasida aeroport faoliyati to'xtatilgan. Sariya shuningdek yamanlik isyonchilar Isroilning Ashkelon, Tel Aviv va Eilat shaharlaridagi nozik joylarga 3 ta uchuvchisiz uchoq yordamida hujum qilgani haqida xabar berdi. Husiylarning Ansor Alloh harakatining navbatdagi raketa hujumidan so'ng Yahudiy davlati mudofaa vaziri Isroil Yamanga yangi zarbalar berish niyatida ekanini aytdi. Ozarbayjondan javob. Bakudagi reydda bir guruh rossiyaliklar ushlandi. 1-iyul kuni Ozarbayjonning Baku shahrida yana bir nechta Rossiya fuqarolari hibsga olindi. Ularning 2 jinoiy guruhga aloqasi bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Report.az xabar qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ular narkotik moddalarni Eron orqali tranzit qilish, ularni onlayn tarzda sotish va kiberfiribgarlikda gumon qilinmoqda. Shuningdek, Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligi 2 jinoiy guruh faoliyati to'xtatilganligini ma'lum qildi va guruh a'zolari orasida Rossiya fuqarolari ham borligini bildirdi. Ushbu guruhlarning giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi va kiber jinoyatlarga aloqasi borligi aytilmoqda. Ushbu holat mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritildi. Operatsiya vaqtida olingan videolarda gumondorlarning yerga yotqizilib, qo'llari bog'lanib olib ketilayotgani, ayrimlarining yuzida qon izlari borligi aks etgan. Ular zanjirga o'xshash tarzda yurishga majburlangan. Hatto ba'zilari cho'kka tushirilgan holatda olib ketilgan. Isroil G'azoda o't ochishni to'xtatishga rozi bo'ldi. Tramp: AQSh prezidenti Donald Tramp AQSh va Isroil rasmiylari G'azoda o't ochishni to'xtatish shartlari bo'yicha kelishib olganini aytdi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmog'ida yozgan. Isroil 60 kunlik o't ochishni to'xtatish bo'yicha zarur shartlar bo'yicha kelishib oldi. Bu muddat davomida biz barcha tomonlar bilan urushni tugatish uchun ishlaymiz. Tinchlik o'rnatilishi uchun ko'maklashgan Qatar va Misr bu yakuniy taklifni taqdim etdi. AQSh prezidenti shuningdek Yaqin Sharq manfaati uchun Hamas bu kelishuvni qabul qilishga umid bildirdi. Chunki u yaxshilanmaydi, faqat yomonlashadi. Barchasi Putinga bog'liq. G'arb Ukraina uchun noxush xabarni bashorat qildi. Kiyevning frontda muvaffaqiyatsizlikka uchragani va AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanmagani tinchlik tashabbusini Rossiya yetakchisi Vladimir Putin qo'liga topshirdi. Bu haqda RT nashri xabar qilgan. Ukrainaning ko'plab muvaffaqiyatsizliklari va Qo'shma Shtatlarning qiziqishi kamayib borayotgani tinchlik o'rnatish qarori ko'p jihatdan Putinga bog'liqligini ko'rsatadi, deyiladi maqolada. Shuningdek, maqola muallifi Ukraina qurolli kuchlarida harbiy texnika keskin tanqisligini qayd etib, urushning davom etishi Kiyevning jang maydonidagi yoki muzokaralardagi mavqeini yaxshilashi dargumon ekanini qo'shimcha qilgan. Seshanba kuni prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov keyingi qadam Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralarning 3-raundi sanasini kelishib olishi ekanligini aytdi. Shuningdek, u Moskva muzokaralar jarayonini kechiktirishdan manfaatdor emasligini qo'shimcha qildi. Rossiyada vafot etgan ozarbayjonliklar ayovsiz kaltaklangan bo'lishi mumkin.
Rossiyaning Yekaterinburg shahrida qo'lga olingach, vafot etgan ozarbayjonlik Ziyoddin va Husayn Safarovlarning tanasida ko'plab tan jarohatlari, burun sinishi, ko'krak qafasi deformatsiyasi, gematomalar va ko'karishlar qayd etilgan. Bu haqda Ozarbayjon Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sud tibbiy ekspertiza bo'limi rahbari Adoliyat Gasanov matbuotga bergan bayonotida ma'lum qildi. Ozarbayjon ekspertlariga ko'ra, Ziyoddin Safarov ko'plab jarohatlar tufayli yuzaga kelgan travmatik shokdan, uning ukasi Husayn esa travmatik va gemorragik shok, ya'ni kuchli qon yo'qotilishi oqibatida vafot etgan. Gasanovning aytishicha, aynan ikkinchi marotaba o'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasi Rossiya tomoni bergan xulosalar bilan bir-biriga zid bo'lgan. Rossiya ekspertlari o'lim sababini yurak yetishmovchiligi deb ko'rsatgan bo'lsa-da, ozarbayjonlik mutaxassislar keng tarqalgan tan jarohatlarini aniqlagan. Bu esa aka-ukalar Rossiya kuchlari tomonidan qiynoqqa solinganini anglatadi. Eron Hormuz bo'g'ozini minalashtirishga tayyorlanyapti. Reuters. Eron Isroil bilan harbiy to'qnashuvning faol bosqichida Fors ko'rfazida kemalarga dengiz minalarini yuklagan. Reuters Amerika hukumatidagi manbalarga tayanib, Eron ehtimol Hormuz bo'g'ozini blokada qilishga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkinligini yozmoqda. Agentlik shuningdek Amerika razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, minalar Isroil-Eron yadroviy dasturi bilan bog'liq nishonlarga zarba bera boshlaganidan bir necha kun o'tib kemalarga ortilgani, biroq o'rnatilmagani haqida yozadi. Shu bilan birga ularning saqlash joylariga qaytarilgan yoki yo'qligi ham noma'lum. Ammo ayrim manbalar Eronning xatti-harakatlari AQSh uchun mo'ljallangan hiyla ekanligini va Tehron aslida o'tish joyini to'sib qo'yish niyatida emasligini ham istisno etmayapti. Eron harbiylari bo'g'ozni to'sib qo'yish buyrug'ini kutib, shunchaki tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishi ham mumkin, deb yozgan Reuters. Makron hech qachon Ukraina Rossiya uchun vositachilik vazifasini bajara olmaydi. Rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashgan va u bilan Ukraina mojarosini muhokama qilgan Fransiya prezidenti Emmanuel Makron uni hal qilishda vositachi bo'lishni xohlaydi. Biroq Parij va Moskvaning qarama-qarshi pozitsiyalari tufayli bunday ssenariyni amalga oshirish mumkin emas. Bu haqda siyosatshunos, Innovatsion rivojlanish instituti geosiyosiy tadqiqotlar markazi direktori Dmitriy Radinov ma'lum qilgan. Albatta Makron vositachi bo'lishni xohlaydi, buni u yashirmaydi. Lekin hech kim undan vositachi rolni o'ynashni so'ramayapti, dedi agentlik suhbatdoshi. Makronning bunday rolga harakat qilish imkoniyatini mutlaqo nolga teng deb baholab, o'z nuqtai nazarini tushuntirarkan, ekspert rus va fransuzlarning, shuningdek, umum Yevropa pozitsiyalarining butunlay qarama-qarshiligiga ishora qildi. Uning fikricha, aynan shunday qarashlar farqidan kelib chiqib, Makron Rossiya yetakchisi bilan telefon orqali muloqotda biror narsaga erisha olmasligi dargumon. Shu bilan birga Radinov fikricha, Fransiya prezidenti jahon sahnasida faol bo'lib, ichki siyosiy maqsadlarni ham ko'zlamoqda. Geosiyosatdagi o'yinlar unga o'zini chalg'itib, jamoatchilikni ichki muammolaridan chalg'itishga imkon beradi. Fransiyada doimiy ichki siyosiy notinchlik hukm surmoqda. O'tgan yili bir qancha hukumatlar o'zgardi. Ular hozirgi hukumatga ishonchsizlik votumini o'tkazishga harakat qilmoqda. Oxirgi urinish muvaffaqiyatsizlikka uchradi, biroq bu yangisi yaqinda ekanligini anglatadi, dedi agentlik manbasi.